Endi shuni ham o'rgatasizmi demanglar, faqat iltimos. Assalomu alaykum qadrli ayollar. Men bugun sizlarga bitta zo'r narsani o'rgatmoqchiman. Buzgalter olgan ayollar kelishyapti-da, uni primerka jarayonida noto'g'ri taqishayotganini guvohi bo'lyapman. Uyda ham shunaqa taqasizmi desam, ha deyishyapti. Qanaqa taqishyapti qaranglar. Ko'p ayollar bilmaganligi uchun, noto'g'ri taqishayotganligi uchun men shu narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ayollar kelishyapti-da, men bundoq qilib oldin buni zastyoshkasini oldiligiga qilib turib taqib olishyapti. Keyin aylantirib, ko'rvasizlar xatoligini. Birinchidan tanaga rastiratsiya qilyapti buzgalter. Mana buni aylantirib turib, keyin ko'tarib mamnaq qilib taqishyapti. Birinchidan tanaga zarar, ikkinchidan buni simlariga zarar, uchinchidan yana buni chashka formalari o'zgarib buzilib ketadi. Buni ko'tarib, aylantirib, harakat qildirganinglar sari ana o'shaning uchun buzgalterni noto'g'ri taqmanglar, iltimos sizlardan. Keyin ko'pga chidamadi, simi chiqib ketdi, formasi buzilib ketdi demasliginglar uchun mana shu ahvolda ozgina engashtirib turib, mana engashtirilgan holda yaxshilab ko'kraklarni buzgalterga joylab olamiz. Keyin bretelkalarni ko'taramiz. Yoki bo'lmasam oldin taqib olib, keyin bretelkani ko'tarsanglar ham bo'ladi. Taqib olganimizdan keyin mana buzgalterimizni yaxshilab to'g'rilanib, mana ko'kraklarimizni buzgalter ichiga chiroyli qilib joylab olamiz. Ana o'shanda bu to'g'ri taqilgan buzgalter bo'ladi. Endi yana bitta narsa qizlar, bu buzgalterni qo'limizni o'sha orqaga qilib turib taqqanimizda qo'limizdagi melki motorikalar ham ishlaydi, yelkadagi sustavlarimiz ishlaydi qizlar. Erinchoqlik qilib oldiga taqib aylantirmasdan normalniy taqib qo'llarimizni ishga tushirib, bu ham bitta gimnastika, badan tarbiya usuliga kiradi. Keyin yana bitta narsa qizlar, agarda to'g'ri taqqan bo'lsanglar, razmeri to'g'ri tanlagan bo'lsanglar, mana shu bretelkalar yelkadan tushirilganda ham buzgalter tushib ketmasa, to'g'ri tanlangan razmer bo'ladi. Buzgalter taqishni bilolmayotgan dugonanglarga jo'natib qo'yinglar.